Hürmetli vatandaşım, bugünkü mening so'zlaydigan leksiyalarim avvalgi leksiyalarga o'xshamaydigan boshqa bir mazmunda leksiya so'zlayman. Mening so'zlaydigan leksiyamning mazmuni mundaq: Xitoy jasuslari sakrab o'ttirg'i chiqdi. Men uzundan beri bu to'g'rida gap qilmagan edim, gap qilsam oz gap qilgan edim. Endilikda vaqti keldi gap qilishim kerak. Men vatandagi cheg'imda siyosiy faoliyatga kirgan odam. Men ayni chog'da 1968-yillarda do'stim Aytan bilan o'quvchilar harkisini tashkillagan odam. Hatto biz qurgan tashkilot shu vaqtda hukumatsiz Shinjang Uyg'ur avtonom rayonida hukumatga aylangan. Uyg'urlar arz qilib hol aytib keladigan hukumatga aylangan edi. Shu munosabat bilan shuningga bog'liq qoldi turma ko'rib, turmada 9 yil yotdim. 10 yilga yaqin yotdim. Chiqib Rabiya xonim bilan to'y qilib, yana bu yo'lga, yana vatan, millat, ozodlik, hurlik deydigan yo'lga qadam qo'ydik. Ikkimizning maqsadi shu vaqtdan aydan avval biz pul topaylik. Ondan keyin g'arb ellariga chiqaylik, Amerikaga chiqaylik. Amerikani izlaylik. Demak, bizning tariximizda shu narsa, shu xulosa ma'lumki, Uyg'urlar hozirgacha nayt uzoq boralasa Arabistonga berib, keyinroq boralasa ya kechikib boralasa Turkiyaga berib yashab keldi. Uyg'urlarning an'anasida g'arb dunyosiga kelish, g'arb dunyosida demokratik turmush va demokratik siyosat bilan uchrashish, shu jarayonda o'zini tarbiyalash va millatining yoki mustamlika millatining oxirgi taqdiri uchun kurash qilish oz uchrab keldi. Biz bu qatam sobiq Sovetlar yemirilgandan keyin, sobiq Sovetlarning yemirilishida Amerika Qo'shma Shtatlari va Amerika davlat rahbarlarining o'ynagan rolini o'z ko'zimiz bilan ko'rgandan keyin, o'qigandan keyin, kitoblardan xabar topgandan, kitoblardagi mazmunlardan xabar topgandan keyin oxir tonishga keldikki, demak, dunyoni demokratiyalashtiradigan davlat Amerika. Osonliq millatlarning siyosat taqdiriga yoki mustamlika millatlarning siyosat taqdiri ko'ngil bildigan davlat Amerika. Shu orqali Amerikani izlab tepish qaroriga kelgan edi. Men shu munosabat bilan Shanxay hamkorlik tashkiloti qurilib, Uyg'urga tahdid, Uyg'ur millatchilariga tahdid, Uyg'urni bostirishga tahdid kelayotgan shu paytlarda shuningga ulgurib degidek Rossiya yemirilishga boshlagandan keyin e'lon qilgan 5-6 parcha maqolam tufayli men Amerikaga, Rabiya Qodirning elib kelib meni Amerikaga tashlab ketishi va oxiri berib o'zining qo'lga ilg'ish bo'lgan orliqda mushu musofalarda men Amerikaga kelib yerlashdim. Amerikaga kelib yerlashib siyosiy panohlikqa bir kitob yoki bir roman darajalik material tayyor. Millatni tushundirdim, Uyg'urni tushundirdim, Uyg'urning qanday millat ekanligi, bugungi ahvoli nima ekanligini tushundirdim. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati menga 3 oy ichida siyosiy panohlik berdi. Bu yo'lda menga bergan Anvar Yusuf Turani afandiga va shu tarjimonlikni huddiga olgan Anvar Yusuf Turani afandiga hozir bu yerda rahmat aytaman. Bu kun 1996-yili 4-oyning 24-kuni edi. Detroitga tushdim. Buyuk olim, insoniyatning buyuk olimi Einsteinning ikki jumla so'zi bo'ladigan. Bu so'zda shundoq deyilgan edi: Amerikaga kelganlar hargiz quruq kelmaydi. Amerikaga kelganlar cho'qim bir narsa elib keldi. Demak, men shu vaqtda o'zimga savol qo'yib, Amerikaga keldim, men nima elib keldim deb savol qo'yib, Amerikaga ko'z yosh 20 million Uyg'ur millatining ko'z yoshini elib keldim deb o'zim qasam bergan edim. Ishni qayerdan boshlashni bilmaydim. Men avval Washington kirgandiki, vatandik olg'inim bo'yicha Amerikada dastlabda Anvar Yusuf Turani 95-yili 10-oyda Amerikada
Şərq Türkistan Təşkilatını, Azadlıq Təşkilatını kurup işxana açtı. Biz onu vatanda anlayan edik. Vatandan kelip Amerika'ya yerleşkendiyken Enver Yusuf Turani bilen tanıştık. Onun deyken billa faaliyet kıldık. Kongresga kirdik. Hatta Erkin Asya Radyosu'nun hiç doğrusudaki Amerika Devlet Meclisi tünce katım çakırılgan yığınga rahmetlik Erbistan'dan kelgen bir hacim, ismini unutup kaldım keçirinler. Yani birisi elbette Enver Yusuf Turani, andım ben üçümüz katlaştık. Üçümüz teklif bilen emas, ixtiyari halda katlaştık. Bu hafta Erkin Asya Radyosu'nun açılış doğrusu Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi'de guahlık ötközge vakıydı. Katlaştık. Şunun diken Enver Yusuf'un faaliyeti baştan Enver Yusuf bilen birlikte faaliyet kıldık. Onun diken Enver Yusuf'un acısı Maynur Yusuf Azad Hacim'la Washington'a geldi. Washington'da hiç kandak faaliyet yok o dependiler. Enver Yusuf'un kılıvatkan işidin başka Washington'da hiç kandak faaliyet yok. Hiç kandak siyasi faaliyet yok o. Dünyanın her kandak tarafında, Uygur doğrusu da hiç kandak siyasi faaliyet yok o. 60 yıl, 70 yıl faaliyet kıldık. Koruk gep. Fakat kosak bakış, can bakış için kılan hareketler. Sen şu yolda mansan maaş verme kosuğuna bak. Sen şu yolda mansan pul verme, ianı verme kosuğuna bak. Tünügüllerden, mesela Türkiye'den verilgen bir haberde, radyoga verilgen bir haberde nemi değildi? Bir Türk erbab bir emeldar dedi ki, Uygur meselesi Türkiye'de gün tertipke kelmedi. Tehe gün tertipke kelmedi. Gün tertipke kelgen bolsa Uygur meselesi, bugün günde Türkiye'de gün tertipke kelgen bolsa eş başkışı bolat dep görsen. Demek şu güngacha, bugüngacha, hatta Amerika Qo'shma Shtatları Uygur meselesini ko'tarib chiqib xalqaralaştırgucha, Amnesty International Uygur meselesini ko'tarib chiqib, Human Rights Watch, yani kişilik hukukni kuzatuvchi xalqaro tashkilotlar Uygur meselesini ko'tarib chiqib, xalqaralaştırgucha, dunyoning hech qanday yerda Uygur meselesi degan masala mavjud emas. 60 yıl faaliyet kıldık, 60 yıllık dava tarih, kazzaplık kılma. Yalgan söz değil mi? Yalgan bilen başkalarını aldı mı, hem aldı, öz onumu aldı mı? Hiç kandak dava yok. Birinci kısım başlanı gene. Bunun da 24 yıl boyu, tahminen, benim perzimde bunun başlanı gene, Germaniye'de Abdücelil Karakaş. Amnesty International bilen tanışıp, halkara kişilik hukuk teşkilatları bilen tanışıp, bu işte başlayan kişi Abdücelil Karakaş. Germaniye'de yani ikinci kişi yok. Şu vakti Germaniye'de Abdücelil Karakaş hem karışıp, işleşip bir ikinci kişi yok. Fakat yani muassız kalan kişilerden bir kişi Abdücelil Karakaş karışıp belgen basıp olmuyor yakışır. Hiç kişi yok. Onundaki Washington'da açılgan işxana Enver Yusuf Turani. Bu işni mana mushundaq başıldı. Uygur davası Amnesty International'ның dafteriga elindi. Uygur davası Human Rights Watch'ның dafteriga elindi. Amerika Devlet Meclisi kirip geldi. Aralıkta Türkiye'den Abla Leyla Naman geldi. O hem Kongres'te bir katım guahlıktan öttü. Şunun bilen Uygur degan mesele muşunda o'ttirib chiqdi. Bu aralıkta ne bir yerde heliqi reis çak yok. Bu aralıkta ne bir yerde Amerika'da heliqi lider çak yok. Amerika'da 1998 yılı 12. ayının 14. günü etrafında 12. ayının 14. günü etrafında radyo açıldı. Radyo açılışıyla bu yerde dollardı körgen adamlar taraftan Washington'a gelişi başladı. Bu dolların, radyonun açılışı 1997 yılı 11. ayının 25. günü Amerika Devlet Meclisi
Uyg'urlar radio berishni qaror qildi. 97 yılı 11 ayının 25 kuni Amerika Kongresi Uyg'urlar radio berishni qaror qildi. Shuningdek radio echildi, dollar qiziqayotgan odamlar hadab Washington kelishga boshladi. Yaqinda Gollandiyada bir arbab o'zi torbeti echibdi ya televiziya programmasi echibdi, bir kishiga shunday savol qo'ydi, masalan Amerikadagi siyosiy faoliyatlar. To'liqkan masalan Ömer Qanot dediki, men Rabia Qodir 2005-yili Amerikaga yetib kelgandan keyin Rabia Qodir bilan birga faoliyat qildim dedi. Bu savol to'liq qo'yilmadi, tuzak qo'yilmadi. Amerikadagi siyosiy faoliyatlar keyin kelgan odamlarning ağzıdan soramsız efendi, yoki bu siyosiy faoliyat Amerikada qanday echildi, qanday boshlandı, buningga shohid va shuning qatnashgan odamlarning ağzıdan soram. Demek sizni bu to'g'rida tushuncha ortiq emas. Yani rahmat Ömer Qanot efendiga. Shundaqli Ömer Qanot efendiga shu orliqda bu kishi savol qo'ydiki, nimishqa Amerikada mustaqillik talab qilmaysizlar dedi. Demek Ömer Qanotga oxir yozgan inkasli bir yigit shunday yozibdiki, Ömer Qanot nimishqa piyoz gaçıldaydı. Nimishqa javob berolmaysiz deb. Demek Ömer Qanot mustaqillik masalasi javob berolmaydi. Çünkü bir yerde bir gap bor, hurmatli vatandoshim, biz faoliyatni mushu bosqichga elib keldik. Mushu bosqichga elib kelgan mushu paytgacha bo'lgan oraliqda avtonomiya, mustaqillik u bu degan gaplar o'tirg'i chiqdi. Hozirgacha mustaqillik tilab qo'yib o'tirg'i chiqargan taqa Amerikada ikkinchi bir odam yo'q. Hatto atalmış nima qurultay, urumtayning odamlari mustaqillik deb chiqarmaydi. Chiqargan kuni uning qo'lidagi dollar tugaydi. Yaqinda Dolqon Ayso efendi nima deydi? Dünya Uyg'ur qurultaydi, Xitoy qo'rqidi. Dünya Uyg'ur qurultayi Xitoyning dushmani. Kechiring efendim, agar Dünya Uyg'ur qurultayi Xitoydan qo'rqsa yoki Xitoy bu qurultaydan qo'rqsa, agar Dünya Uyg'ur qurultayi Xitoyning dushmani bo'lib qoladigan bo'lsa, siz dollarni maosh ololmaysiz efendim. Sizga berilayotgan dollar ve maaş belki Xitoy sizden qo'rqidi emas, Xitoy sizni tarbiyalayapti efendim. Dolqon Ayso efendim, siz chachrab o'tirg'i chiqibsiz. Nima xoinlik, nima namoyish qarıştırış, nima atalmış Dünya Uyg'ur qurultayi Sharq Turkistonning ovozi. Voy